kerak bo'ladigan sayt do'stlar aynan mana shu sayt. Saytning nomi easylet.ru do'stlar. Barchalar NVT saytini bilasizlar. Xuddi NVT saytiga o'xshash, faqat domen o'zgacha do'stlar. Xudosa bugun mana shu saytda sizlar bilan birgalikda pul ishlashga harakat qilib ko'ramiz. Sizlarga bir ikki dona taktikalarni ko'rsatib o'taman va o'sha taktikalardan xohlasanglar foydalanib pulinglarni ko'paytirib olishinglar mumkin bo'ladi. Demak, ushbu saytning silkasi videomiz pastda описаниеda hamda закрепленный kommentariyada bo'ladi do'stlar. Silka orqali o'tasizlar, sizlarni mana shu saytga olib o'tadi. Agarda ushbu saytda yangi foydalanuvchi bo'lsanglar, bu yerda ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib, ushbu qatorlarni to'ldirib chiqib, oxirida men roziman deb galishga qo'yib, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib, ro'yxatdan o'tishinglar mumkin bo'ladi. So'ngra pul ishlashni davom ettirsak ham bo'ladi. Agarda ushbu saytda o'zingizlarning akkauntinglar bo'lsa, bu yerda bor yo'g'i kirish tugmasini bosib, o'zingizlarning akkauntinglarga kirishinglar mumkin bo'ladi do'stlar. Xo'p do'stlar, mana men o'zim akkauntimga kirdim. Ko'rishinglar mumkin, balansimda 0 hali pul yo'q, ya'ni pul kiritganim yo'q. Hozir sizlar bilan birgalikda saytga pul kiritib ko'ramiz. Demak, bu yerda depozit tugmasini bosamiz. Ko'rishinglar mumkin, pay me uzkart orqali sarmoya kiritsak bo'ladi. Bu biz uchun juda ham yaxshi, qulaylik. Albatta, summada men saytga 500 ming so'm sarmoya kiritmoqchiman. 500 ming so'm bilan boshlab ko'rmoqchiman. Demak, bu yerda to'lash tugmasini bosamiz. Diqqat bilan qaranglar do'stlar, barchasini to'g'ri bajarishinglar kerak bo'ladi. Yana bir marotaba to'lash tugmasini bosamiz deb, bizani avtomatik tarzda payme ilovasiga olib o'tyapti va qaysi kartaga klik qilishimiz kerak, ya'ni pul o'tkazishimiz kerak, avtomatik ravishda o'sha karta raqamlari o'zi yozib qoldirilyapti. Albatta bu juda ham yaxshi, biz uchun qulaylik. Xo'p, hisobimda pul bor, перевести tugmasini bosamiz. Xo'p, telefon raqamimizga hozir kod keladi. Mana kod keldi. Endi kodni yozib qoldirganimizdan so'ng bo'ldi, pullar muvaffaqiyatli o'sha saytga o'tdi, ya'ni saytdagi o'sha qoldirilgan karta raqamiga. Endi nima qilamiz? Yana saytga o'tamiz deb bu yerda to'ladim tugmasini bosamiz do'stlar. Diqqat bilan qaranglar. Mana hisobingizga 500 ming so'm qabul qilindi deb yozib qoldirilyapti. Endi saytga qaytib ko'ramiz, qani pullarimiz rostdan ham yetib keldimi yo'qmi. Bosh sahifa tugmasini bosamiz deb ko'rishinglar mumkin, pullarimizni 1 daqiqa bo'lmasdan saytga yetib keldi. Juda ham yaxshi, juda ham tez ishlayapti sayt. Bir tomondan bu juda ham yaxshi albatta. Xo'p do'stlar, endi esa pul ishlashni boshlaymiz. Hozir men sizlarga juda ham bir oddiygina taktika ko'rsatib o'taman. Bu taktika emas, bu prosta men o'zim o'ylab topgan sxema. Agarda o'xshasa, sizlar ham mana shu sxemadan xohlasanglar, albatta majburiy emas, foydalanib pul ishlasanglar bo'ladi. Demak, birinchi bu yerda 28% qo'yamiz-da. Qanchadan boshlaymiz? Kelinglar. 20 ming so'mdan boshlaymiz. 20 ming so'mdan boshlaymiz. Xo'p. Endi bu yerda qaranglar. 3 marotaba yuqoriga qilamiz-da. Ya'ni 3 ta mag'lubiyatni kutamiz. 3 marotaba qizil chiqqandan so'ng foizni 9% qilamiz-da. 1 marotaba pastni bosib qoldiramiz. To o'sha yutuq bergunicha. Demak, ketdi. Yuqoriga 1 marotaba, mana yutqizdi, yuqoriga, yana yutqizdi, yuqoriga. Bo'ldi, mana qaranglar, 4 marta berdi, yaxshi. Endi foizni 9 qilamiz-da. Endi pastga bosamiz. Summani ham albatta 2 barobarga ko'paytiramiz. 1 2 3 4 mana yutuq berdi, ko'rishinglar mumkin. Balansimizda 500 ming pul bor edi, 704 mingga ko'paydi. Yana boshdan boshlaymiz do'stlar. Summani salgina kichikroq olsak ham bo'ladi. Kelinglar, 20 ming so'm emas, 10 ming so'm bilan boshlaymiz. Salgina riski ko'proq bo'lishi mumkin. Xo'p, ketdi yana yuqoriga. 3 marotaba yutqizishimizni kutamiz. 1 2 3 bo'ldi. Endi foizni yana 9 qilamiz-da. Bu yerda summani 20 ming so'm qo'yamiz. Xo'p, ketdi pastga. 300 sal noto'g'ri yozib qoldiramiz. 20 ming so'm bo'ldi. Endi to'g'ri. Pastga 2 3 4 mana berdi. Ko'rishinglar mumkin. Endi balansimiz 816 ming so'm bo'ldi. Yana bir marotaba 1 millionga ko'paytirishga harakat qilamiz va yetadi. Uncha ko'p yutuq bermaydi bunaqa saytlar, ehtiyot bo'linglar. Salgina yutib olgandan so'ng o'sha pulinglarni yechib olsanglar ham bo'ladi. Xo'p, yana boshdan boshlaymiz. 28% summa 10 ming bilan boshlaymiz demak. Xo'p, ketdi 3 marotaba mag'lubiyatni kutamiz yuqorida. Berdi srazu. Xo'p, dальше 1 2 3 yana berdi. 2 3 yana berdi. 1 2 3 mana bo'ldi mag'lubiyat. Endi 9% qo'yamiz-da, summani 2 barobarga ko'paytiramiz. Pastga bosamiz, srazu berdi. Mana ko'rishinglar mumkin. Balansimiz
500 ming so'mdan 1 million 26 ming so'mga ko'paydi. Demak, xuddi shu tarzda sizlar ham o'ynashinglar mumkin bo'ladi. Ya'ni xohlasanglar mana shu taktikadan foydalanib ishlasanglar bo'ladi do'stlar. Faqat men misol uchun 500 ming bilan kirdim. Sizlar kichikroq summa bilan kirib va mana bu yerda stavkada ham, summada ham salgina kichikroq summani qo'ysanglar bo'ladi. Kelinglar, hozir yana salgina o'ynab ko'ramiz do'stlar. Sxema o'xshayapti. 28 qo'yamiz dedi. 20 ming so'm bilan o'ynaymiz mayli. Yuqoriga 1, mana srazu berdi qo'shilib mumkin. 1, 2, 3 bermadi. Demak, foiz 9 qo'yamiz dedi. 2 barobarga ko'paytiramiz summani 40 ming so'm bilan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana 7-chisida berdi do'stlar, qo'shilish mumkin 1 million 181 ming so'm bo'ldi. Yetadi do'stlar, men boshqa o'ynamoqchi emasman. Yetadi, juda ham yaxshi summa qilib oldik pulimizni. Endi pulimizni yechib olishga qo'ysak ham bo'ladi. Men bu yerda pul yechish tugmasini bosamiz. Hozir bu yerda mana qaranglar. Uzkart hamda Humo kartalarimizga yechib olsak bo'ladi. Men Uzkartga yechib olaman. Hozir karta raqamini yozaman-da, summani yozib qoldirib yechish tugmasini bosamiz. Xo'p do'stlar, mana barcha qatorlarni to'ldirib chiqdik. Karta raqamini ham yozdim. Summada 500 ming so'm yechib olaman. Nimaga